Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Kelin Pro Max ko'rsatuvini ashaddiy muxlislari, mani asal shakar kelinlarim, qizlarim, o'zim qoqindo'la, o'rgilib ketdi, aylanib ketdi sizlardan aptiginanglar qursin. Bugun yana bir ajoyib mehmonlarni taklif etganmiz ko'rsatuvimizga. Bugungi bizni ko'rsatuvimizni mehmoni ajoyib general qaynona Iqbolaxon hamda ularni go'zal latofatli kelinlari Diyoraxon bo'ladi. Sizlar taniysizlar, yaxshi ko'rasizlar, kontentlarini kuzatasizlar. Endi sizlarni qiziqtirgan savollarni sizlarning nominglardan beraman-da endi qaynona kelinga, to'g'rimi? Voy, bu hozirgi kelinlarchi hamma narsani bilish kerak. Uy tutishi ham, kuydirib pishirishi ham, o'ziga qarashi ham. Voy, men buning uchun zo'r kurs topdim. Kelin Pro Max kursi. Ushbu kursda 50 dan oshiq pishiriqlarning retsepti, undan tashqari psixologiya o'quv sirlari, undan keyin mana har xil makiyaj qilishni ham o'rgatishadi. Uyga qanaqa saramjon sarishta qilish kerak, hammasini o'rgatishadi. Albatta, ushbu kursda o'qib o'z bilimlaringizni, o'z tajribalaringizni yanada ko'proq oshiring. Mabodo yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, mana shu izohlardagi havola orqali o'tib olsanglar bo'ladi qoqindo'la. Qattiqlar qursin. Onanib ketdingizdan xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Qiynalmasdan kelib oldingizmi? Yo'q. Siz bunaqa modnitsa qaynonani qayerdan topgansiz? Birga ishlaganmiz. Ana bo'lmasam. Endi bitta savol beraman-da qoqindo. Keliningizni yaxshi ko'rib kelin qilganmisiz yoki-da o'g'lingiz sevib qolib olganmi? O'g'lim sevib qolib olgan. Ana. Siz yo'q demay olib bergansiz. Yo'q, men o'zi shifokorman. Klinika boshqaraman. O'sha klinika boshqarayotganimda bular meni qo'limda ishchi bo'lib ishlaganlar. Keyin o'g'lim meni oldimga keladi endi, yaxshi ko'radi o'g'lim meni. O'shaning uchun meni oldimga kelganda bularni ko'rib, yoqtirib, keyin menga aytgan. Siz to'g'ri tushungansiz. Yo'q, menga aytganki, suvchilikka boring, oyi, to'g'ri kelsa biz keyin uchrashamiz shu bilan. O'zi uchrashib yurishgan bo'lgan ekan, menga aytishmagan. Yo'q, ish pishirib qo'yib-a. Men odamlarni olib suvchilikka borsam, bularning oilari ham shifokor. Men ham shifokorman. Keyin hamma ko'pchilik o'ylaydi, biz ikkita o'rtoq kelin quda bo'lganmiz deb o'ylaydi. O'zi lekin biz ikkita bolalarning orqasidan ikkita o'rtoq bo'lib qolganmiz. Qudam bilan juda ham yaqinmiz. Shuning uchun ko'z tegmasin. Bularni keyin ko'rib, o'g'lim suvchilikka bordim, ko'rib, yoqtirgandan keyin olib berdik. Olib berdingiz. Ana bo'lmasam. Eng qizig'i, akasi uylanmagan bo'lgan, shu joyni ayting. Voy, hali o'rtancha o'g'lingiz. Bu kichkinasi, o'rtancha, katta akasi bo'lgan. Akasi Yevropada yashaydi. Men 30 yoshgacha uylanmayman degan. O'zi 24 yosh edi. Rosa yalinganman. Yo'q degan keyin ukasi vohli yaxshi ko'rib uylanganini ko'rib, meni ham tezda o'ylantirib qo'ying dedi. Ana bo'lmasam, turtki bo'lgan ekan-da. Turtki bo'lgan. Yaxshi ham bular tushganlar, keyin ko'rib, zo'r ekan xotin olish dedi. Ana bo'lmasam. Tez menga ham xotin topib bering dedi. Ana bo'lmasam. Keyin Turkiyaga suvchilikka bordim, keyin Shvetsiyadan, mana kelinimiz shvetsiyalik. Voy, ana bo'lmasam. Qatliga yetaylar boribsiz siz o'g'illaringiz, ko'z tegmasin. Qatdan kelin qilsangiz ham, qatda yashasa ham baxtli, saodatli, tinib yashashsin. Iloyim, bir emas, mana ikkita keliningiz bor ekan. Ikkita kelini borga ham o'xshamaysiz. Qarang, o'zingiz qali kelinlar deysiz. Chiroyliligingizni qarang. Rahmat. Xo'p, endi kelin poshsha sizga savolim. Mana qo'llarda ishlagan ekansiz, to'g'rimi? O'g'illari yoqtirgan ekan, meni yaxshi ko'rishgan ekansizlar. Cho'chish bo'lmaganmi, qo'rqmaganmisiz qanaqadir ma'noda? Haligi ishda boshqa, uyda boshqamikinlar? Yo ishda ham shunaqa qattiq qo'l, uyda ham shunaqa qattiq qo'lmikinlar? Baribir kelinlar, bizning o'zbek kelinlar turmushga chiqayotganda baribir birinchi navbatda qaynonani uni o'ylab hayiqatdi. Nima hissiyotlar o'tgan? Nimani ko'proq o'ylagansiz? To'g'risini aytsam, unaqa qo'rqmaganman. Chunki biz ishlagan paytimizda ham qizlar bilan gaplashishlari, patsientlar bilan gaplashishlarini ko'rasiz, eshitasiz. O'shanda уже bilganman-da. Pozitivniy, ochiq bo'lganlar. Ana bo'lmasam. Ana. To'yimizdan oldin ham birga bozorlarga tushib, yo'llariga olib, birga kiyimlar tanlaganmiz. Qanaqadir qo'rquv bo'lmagan. Bo'lmagan-a? Cho'chish bo'lmadi. Ko'ngillarini olishga ishongansiz. Ana bo'lmasam.
Endi o'rgilib ketdik sizga savolim. Mana kelin olishdi. Mana ikkita kelin olgansiz. Bo'lajak qaynanalar baribir bizani ko'radi, ko'rsatuvimizni. Kelin tanlashda ko'proq qaysi jihatlariga e'tibor qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Shu savolingizga ko'p qaynanalar savol beradi. Iqbol yordam bergan, opiting bor. Ikkala kelining juda ham yaxshi, qanaqa qilib tanlagansan deyshadi. Men avvalo oilasiga qarayman. Albatta intelligentni, o'qimishli oila bo'lsa va ikkinchisi bu onasiga qarab qizini olgin deyishgan. Onasini shundoq ko'rasiz, zo'r bo'lsa, qizi ham xuddi onasidagi baribir bo'ladi. Chunki o'zimiz ham mana onamizga o'xshaymiz. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun eng asosiy kriteriy men shu deb bilaman. Demak, oilasida qanday erkakni hurmati, adasini qanaqa hurmat qilishadi va onasi qanday uy tutadi, mana aytadi, sovchilikka borganda uyini qaraysiz, oyisini surishtirasiz baribir. Keyin shu endi lotereya deyshadi, kelin kuyov olish, lekin men lotereya deb o'ylamayman. Albatta bu hamma o'ylab ongi tanlaysiz. To'ppa-to'g'ri. Tanlab shu kelinni olasiz. To'ppa-to'g'ri. Chunki hozirgi kunda haqiqatdan ham oyi yaxshi ko'rib qoldim desa, mayli o'g'limni ko'yniga qarab olib beraveraman deydi-da, bir oilasini surishtirmay, haligi paryadichni bo'lmaydi-da, qanaqadir ma'noda bir-birini go'shini yegan, u oilada erkakning o'rni yo'q. Mana shunaqa oilalardan kelin qilib qo'ysangiz, o'sha muhitda sizni kelayotgan xonadoningizga olib kiradi-da baribir u. Haligi aytishadi-yu, teng-tengi bilan, tezak qopi bilan. Teng-tengi bilan deganda tabaqalash ma'nosida teng-tengi bilan deb tushunmanglar qoqindo'lar. Teng-tengi bilan deganda uni tarbiyasi, yashashi, er-xotin munosabatlari, oiladagi farzandlariga bergan tarbiyasi, mana shu jihatlaridan kelib chiqib, tengini topish kerak deb o'ylayman. To'g'rimi? Faqat u boylik, hashamat, obro', e'tibor, u tengimiz emas degan ma'noni keltirib chiqarmaydi. Shu narsani ko'pchilik ajrata olmaydi. Voy, bizani mensimadi, bizani kambag'al dedi, u dedi, yo'q, gap unda emas. Siz kambag'al bo'ling, lekin sizni aqlingiz, ruhingiz ma'nan boy bo'lsin. Ana shunda siz hech bir boydan kam yashamaysiz qoqindo. Qaynanalik qilishda mana shu sizga eng qiyin jihatlari nimada bo'ldi? Mana boshida kelin tushgandan keyin bu xonadonga moslashib olgungacha qanaqadir bir imtihondan o'tgandek bo'lar ekanda kelinlar ham, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda qaynanalar shu xonadonga moslashish uchun keliniga yordam beradi. Ko'pchiliklar yordam bermaydi. O'zing o'rganib ol, o'zing eplab ol, kelinsan, seni vazifang, qo'ynimizni olishga majbursan. Sizda nima bo'ldi? Keliningizni qaysi tomonlardan qo'llab-quvvatladingiz, tushundingiz? Yoki bo'lmasam qaysi joylarda xato qildi-yu, shu xatolarini qanaqa to'ldirdingiz keliningizni? Ko'p xato qilganman. Yo'q, men o'ylayman, eng qiyin jihati mana oilaga kelin kelsa, qizdek bo'lib kelsa, albatta masalan meni xarakterimni bolalarim biladi. Qachon jahlim chiqadi, qachon men xursandman, qachon menga gapirish kerak, yo'q. Bular endi yangi kelin tushsa bar bilmaydi. Va men eng qo'rqadigan narsam o'zbekchilikda shunaqa narsa bor, bitta gapi, buzuq telefon deyiladi. Bitta gapi bitta odam ikkinchi odamga aytadi, ikkinchi odam ikkinchi odamga aytadi, gap boshqacha yetib boradi. Qo'shilib ketaveradi u. Umuman ma'nosi, o'zi kutilayotgan o'sha gapdan kutilayotgan natijani ololmay qolishingiz mumkin. Men eng qo'rqadigan narsam shu. Ishxonada ham, uyda ham bitta gapirgan gapimni boshqa inson qanday tushunadi? Men emotsiyada boshqa narsani so'ragan bo'lishi mumkin, u boshqacha tushunishi mumkin. Boshqacha qabul qiladi-da u. Eng qiyini menimcha mana shu qaynana kelin yoki er-xotin munosabat, aka-singil munosabatlarida bitta o'sha gapi u qanday tushunishiga bog'liq. Chunki bilasiz, gaplar sinonim so'zlar bor, amonim, antonim, har xil. Men endi o'zimchilikman, bitta so'zni aytganingizni ham hamma har xil tushunishi mumkin. Tushunadi. Masalan, to'g'ri ma'noda ovozingiz ohangi yaxshi chiqishi mumkin, u gapingizni hech tushunib oladi-da. To'xtamang, mana bunaqa deya, deb turib bitta gapi mana shu uncha 10 ta qilib, o'shanisidan qo'rqasiz. Boshqa hech narsadan qo'rqmaysiz, chunki albatta aqlli qiz olsangiz, o'zi uyingizga qarab, sharoitiga moslashib ketadi. Mana hozir moslashib, men hammaga aytaman, o'zi 3 ta farzandim bor edi, hozir ne vaqting-yo'chi, men hozir 5 ta farzandim bor deyman. Hozir 2 ta kelinam o'sha kakani, bari ularga ответственность, ularni qarashingiz kerak, vaqt ajratishingiz kerak. Ularni ham nima deydi,
ularni o'zi tarbiyali inson, u butun umr ular ham o'qishadi, izlanishda bo'lishadi. Biz masalan izlanishdamiz. Shuni hammasini bir me'yorda ushlash, balansda ushlash kerak. O'zi aslida kelin tushirgandan keyin u uyda qaynota emas, qaynonani yuki ko'proq bo'lar ekanda, chunki erkak kishi ko'chaga chiqib ketadi, ishini qilib uyga kelib kelinlari bir choyni issiq choyi beradi, ovqatini beradi, yana dam olib yana chiqib ketaveradi. Lekin u xonadondagi har bitta bo'layotgan vaziyatni to'g'rilagan ham qaynona, o'rgatgan ham qaynona, yashirgan ham qaynona. Ayol kishiga, ayniqsa qaynonaga oson tutmaylar. Hamma narsani yuki onaga kelaveradi dey. Er ham kelib sen o'zing kontrol qil deydi. Zardasini qiladi. O'g'lim oyi deydi, kelinam oyjon deydi. U bechora qaynona mashi boshi aylanib nima qilishni bilmay. Yo'q, ishlaydigan qaynonalarga bunchalik emas deb o'ylayman. Ana bo'lmasa. Men ishlayman, ertalabdan kechgacha ishdaman. Shuning uchun unaqa uyda bir qandaydir kelin asosiy general bo'lib turadi. Biz professorlik qilib turaveramiz faqat. Bo'ldi. Boshi sizda bo'ladi lekin mana shu ishlagan ham to'g'ri. O'zi to'g'ri aytasiz-da, mana aslida uyda o'tirib qoladi qaynonalar, bekorchi bo'lib qoladi. Bekorchilikdan, xudo o'zi hamma narsa bekorchilikdan chiqadi dey. O'tiradi ertalabdan kechgacha shu kelinining aybi ko'ziga ko'rinaveradi dey. U topaman degan odam har qanaqa yo'l bilan topaveradi ayb. Shuning uchun mana ishlaganingiz yaxshi dey baribir. Zo'r. Qaynonangizni anaqa pensiyaga kechroq chiqaring. Bu sarki chiqqanlar. Endi qoqindo, meni endi asosiy beradigan savolim bor. Mana keliningiz ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda blog yurg'izadi-da. Siz bunga qanaqa qaraysiz? To'g'ri qaraysizmi yoki ularni kuzatib bir maslahat berasizmi, yo'l yo'riq ko'rsatasizmi? Bunga munosabatingiz qanaqa? Ko'pchilik aytadi, kelining bloger nega shuni qo'yib qo'ygansan, shunaqa ishlar qilishiga deyishadi, shu shug'ullanishiga. Men birinchi o'rinda aytaman, bu davr talabi. Men o'zim ham shifokor bo'lib, Instagram, YouTube'da olib boraman-da kanal anaqa. Menga bunaqa reklama keragi yo'q, lekin bu hozirgi zamonda talabi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni oldin masalan televideniya, teatr, kinoni roli juda katta edi. Bo'lgan, o'rni Hozir ijtimoiy tarmoqlarni, Instagram, YouTube, masalan Telegram, bular sekin-sekin endi zamon rivojlanish kerak bo'ladi-yu. Rivojlanayotganligi sababli bu narsalar kirib kelyapti. To'g'ri. Shuning uchun agar qo'lidan kelsa, hozir odamlar shuni eshitsa, ko'rsa, qiziqarli bo'lsa, bemalol men bunga qarshi emasman. Chunki o'zim ham Instagramda hozir kalta videolar qilaman, bemorlarga, patsientlarga qandaydir foydam tegishini istayman. Bular ham bloglar orqali qandaydir bir hayotlarda, lichniy hayotlarda nimaga intilish, to'g'ri maqsad qo'yish, bo'yanish, chiroyli kiyinish, ayollarni to'g'ri yo'lga boshlasalar, men qarshi emasman. O'zim men esimimga kelin bo'lib tushganlar bu soddaxon edilar o'zi. Vashi sodda, mana ishoning, nima qattiq bitirgandingiz? Ekonomicheskiy. Yo, u men olib kirgandan keyin ekonomicheskiy. Xo'p, bizga narxozga o'qishga olib kirganmiz. Yo'q, siz kollejni bitirgandingiz. Ekonomicheskiy kollej. Ekonomicheskiy kollejni bitirgandilar. Mana hozir oliy ma'lumotlilar. O'qitdik. Mana kontraktlarga kirdilar, mana o'qidilar, kelinlik vazifasini qildilar. Shunda keliningiz ekonomikani bitirib, bu yog'iga siz o'zingiz narxozda o'qitib yordingiz. Institutlarni bitirib, mana oliy ma'lumotli qildik. Shu undan oldin to'yda dugonam to'yona nima beray deganda, endi keyin men aytdimki, shu kelinimni SMMga o'qitmoqchi edim, shu yaxshi kurs topib bergin dedim. Keyin kurs topib, to'ladi, yaqin dugonam, kursdoshim va bular uyda endi shu SMM, mobilografiya, rasmga olish, baribir mana qarang, rassomlar ham oldin rasmda chizishardi, juda qimmat bo'lardi. Hozir poligrafiyalar bor-da. Xuddi shunaqa narsani xuddi chizgandek chiqaradi-da rasmdagi. Baribir ozgina hozirgi zamonga biz moslashib yashashimiz kerak. Ya'ni zamon bilan birgalikda yurishimiz kerak. Sizni qisman keliningiz blogida juda katta hissangiz bor ekan. To'g'rimi? Ota-onasi aytadi, o'zingiz qilgansiz. Biz blog yuritadigan qiz bermaganmiz sizga. Bir spogina, oddiygina, siz o'zingiz shunaqa tarbiyalab qo'ydingiz deydi. Ana bo'lmasa. Zamonaviy tushunadigan qaynona sizga shuncha imkoniyatlarni qilib beribdilar. Qayerda bor yana bunaqa qaynona? Xudoga bir xush yoqqan tomoningiz bor ekan sizni. Ko'z tegmasin, ko'z. Endi bugun ozgina keliningizga ham bir ikkita savollar beraman-da. Maza qilib dildan suhbat quramiz-a. Endi Diyoraxon, sizga beradigan savolim, mana turmush qurdingiz, turmushingizni boshida qaynona bilan kelishib ketishlar, qaynona joningizni qo'ynini olishlar, bu jarayon qanaqa kechdi?
qiyinchilik tug'dirmadimi? Boshida sal qiynalganman, chunki baribir qizli uyda boshqacha, kelinli uyda boshqacha. Yangi muhitga tushasizda. Yangi muhit. Atak oyijon har doim podдержка qilganlar. Ovqat ulgurmasam, kelin dastavka qilamiz. Haftada bir marta yoki ikki marta ko'chaga chiqib ujin qilamiz. Bu podkastni kelinimga ko'rsatmayman. Обязательно. Anaqa. Har xil hayot bo'lishi kerak-da. Faqat uyda ovqat qilib, monotonность bo'lsa, kelin ham charchaydi, раздраженный bo'ladi. Shuning uchun ham har xil holinglar. Demak, sizga har qanaqa imkoniyatni yaratib bera oladilar-da, to'g'rimi? Hozir kelinim ko'rib, meni qaynonamdan shu gaplar chiqyapti, deyotgandir. Mayli. Endi yana bir savol. Qaynonangizni sizga yoqadigan qanaqa va siz hurmat qiladigan qanaqa fazilatlari bor? Aniq 3 tasini sanab bering. Birinchisi pozitivliklari. Nimadir muammo bo'lsa, gapirib bersam, qo'yavering, o'tib ketadi. Bo'ldi, o'tib ketadi. Ikkinchisi kechirimlilar. Juda qattiq xafa qilishgan bo'lsa oyjonni, oyjon sizni shu odam shuni xafa qilgan desam, qo'yavering, o'tib ketadi. Bu juda qiyin. Bu juda qiyin narsa. Men kechira olmayman. Menda qiyin shu narsa. Kechirish qanday qiyin? Oyjonga aytsam, "Motyora, hayot shunaqa tez o'tib ketadi" deydilar. Bizdan nima qoladi deydilar-da. Bu juda qiyin. Hozirgi paytda qiyin. Hayot ketqish kerak emas, umr ketqish kerak emas deydilar. To'pat. Uchinchisi. Uchinchisi Ozoda, yaxshi ovqat pishiradilar, shunaqa joylardan gapiring. Hatto hamma ovqat qilmaydi deb o'ylaydi meni. Biza nima deydi, odam hamma talantli bo'ladi-da. O'qishdan rasm ham chizaman, ashula ham aytaman, ovqat ham qilaman. Ko'p qirrali. Shu joylardan gapiring. Pozitiv. Hatto hozir men taniydilar, havas o'ylaydi, bu boshi faqat pozitiv, ko'chada pozitiv. Shunaqa ekan hozir. Mana uyda ham bo'ladi-ku, nimanidir o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Mana kuydirib pishirga qanaqalayu siz qaynonangizdan nimalarni o'rgangansiz mana? Men uylarni yasatishim, misol uchun. Uylarga chiroyli kartinalar qo'yish o'rgatganlar. Chiroyli bezatish, uyi chiroyli tursin, kirganda приятно bo'lsin deydilar. Shu narsalarni o'rganganman. Men Ozoda, Saramjon, Sarishtalilarga gap yo'q ekan-da. Mehmon kutishlarichi? Mehmon kutishlari zo'r. Zo'r kutib oladilarmi? Meni qiziqtirib qo'ydingiz. Qachon boring? Bo'ldi, xudo xolisa kelinlarimni olib boraman. Mana hayot necha yil bo'ldi kelin bo'lganingizga? Kelin bo'lganimga 5 yil bo'ldi. 5 yil, kichkina yil emas. Farzandidan nechta? Ikkita o'g'lim bor. Ikkita o'g'lingiz bor. Yaxshi. Agar qaynonangiz bilan mana shunaqa kelishmovchilik bari 5 yilda qisman o'tadi. Qisman o'tadi hammada. Har bitta xonadonda suv bir loyqalanadi, bir tinadi. Shu vaziyatda kelishmovchiliklarda kim ko'proq og'ir bosiq bo'lgani, kim ko'proq bu vaziyatda yutib chiqib ketgan? Bizda menimcha 50-50 bo'lgan. Men ham to'g'risini aytsam, erkak to'y kelinman. Bir xafa bo'lib olaman. Oyjon meni xafa qildingiz, bunaqa dedingiz, xafa bo'ldim deb o'tiraman. Oyjon o'zlari gapiradilar. "Yo'q, meni gapimni bunaqa tushundingiz, keling gaplashib olamiz" deydilar. Shu gaplashib olaylik deyishlar rosa yoqadi. Ana. Keling o'tirib gaplashib olaylik. Demak, gina saqlab, bir ichimdan topib yurmas ekanlar. Bularda oshkora. Qo'y, asabni o'ynama. Mana shu sani aybing, mana shu meni aybim. Bo'ldi, kayfiyatingni ko'tar, hayot davom etyapti, bor ishingga bor, ishingni qil. Bo'ldi, o'ylama, chiqib ket haligi negativ anaqa atmosferadan. Обязательно oxirida achomlashib, bir-birimizni yaxshi ko'rishimizni aytamiz. Всё, zo'r bo'lib ketdi. U yog'i bu juda go'zal, bu juda go'zal. Qaysidir ma'noda juda ko'p narsa o'rganishingiz kerak ekan qaynonangizdan. Siz ham mana shunaqa mana sizga ko'pchiliklar men qaynonamdagi qaynona bo'lmayman deyshadi-yu. Yo'q, siz aslida shunaqa niyat qiling, qaynonangizdagi qaynona bo'ling. Ana shunda xuddi o'zingizdagi kelin tushadi keyin, xudo xolasa. Bu joyda muzika qo'yib yuborasizlar. Dardli. Endi o'rgilib keting, sizdan ham bir so'rab olaman-de. Mayli, erkalanib ketmang tag'in, erkalanib ketmang. Mana shu keliningizni bir 3 ta o'zingizga yoqqan, eng yoqqan bir fazilatlarini sanab bering.
eng yaxshi fazilatlari endi men hurmat qiladigan endi ko'p hamma joyda shuni maqtayman. Birinchisi perfeksionistga, tozalikka, judayam tozalikka ahamiyat beradi. Men bunaqasini ko'rmaganman. Har doim shkaflarni ochaman, bolalarning shkafini hammasi joyida. Bu juda qiyin, chunki hammasini blok yurg'izish, bolaga qarash, ovqat qilish, uy tozalash, hammasi. Ikkinchisi qo'li shirin. Ko'rdingiz, hozir aytmadi Oyjonda men bu ovqatni o'rgandim, xonim, manti demadi. Mosh kichirlarni kesangiz yeysiz. Juda zo'r ovqat qilish bo'yicha to'g'risini aytaman, pishiriqlar endi zo'r qiladilar. Uchinchi yaxshi fazilatlari menimcha nima deydi? Endi ko'p uxlashlik yaxshi fazilat emas. Yomoniga o'tdi. Uchinchi yaxshi fazilatlari quvnoqliklari, shunaqa pozitiv, o'sha tarafda menga o'xshaylar. Kulib o'zlariga olmaylar. O'xshatmasdan uchratmas deydi. Qaynona kelini tuprog'ini bir joydan olgan ekan. Uchinchisiga ko'z bilan men birinchisiga qo'ydilar pozitiv. Men uchinchisiga qo'ydim. Men ayollarning xususiyatlarini birinchi o'ringa qo'ydim. Pishir, tozala, kuydirlarni. Ahamiyat berib qo'ying. Ana, ko'rdingizmi? Baribir ko'p material yirtgansiz, ko'p ko'yni yirtgansiz deyshadi-yu, o'pitingiz bor, nimadan boshlashni bilasiz, qanaqa ta'rif berishni bilasiz. Endi hali bular yoshda, hali bular. O'rganish kerak. Mana kim ko'rayotgan bo'lsa, to'g'risi mana Diyoradagi ovqat pishirish, uy tozalash bu zo'r. Bunaqa men ko'pchilikka aytaman, men keliningiz nimasi yoqadi deyshsa, men har doim aytaman, perfeksionistga вообще tozalik bo'yicha juda ham ozoda. Bu onasiga rahmat, onasi tarbiyalagan, hammasi unaqa. Mana shu kameraga qarab aytib qo'ying shuni xudingizga. Onasiga rahmat. Xudo xola, sizga mana rahmat. Shundoq qiz tug'ib tarbiyalab, shu xonadonga qiz qilib uzatganingiz uchun sizga mingdan ming rahmat. Shunaqa tarbiyalaganlar, bular ikkinchi o'rtanchalari, uchala qizlari shunaqa. Ana. Juda ham ozoda. Sizga ham rahmat qizim. Onangga rahmat degan nomni olib berish o'zi oson emas bir xonadondan. Bir 5 yil ichida baraka toping. Mana shunaqa kuydirib pishir, ozodalik bu qaynonalarning orzusi. O'zi qaynonalar nima talab qiladi? Shu ro'zg'ori chiroyli qilib qo'ysin, chiroyli og'izga yoqadigan shirin taom qilsin. Saromjon sarishta qilib ozoda bo'lsa, boshqa nima ayb ham topadi. Endi topaman degan topadi-yu, lekin asosan mana shu narsani talab qiladi-da qaynonalar. Shularni joy-joyiga qo'yib qo'ysa, kelinlardan ayb topmaydi. Men ham topmayman. Shu mana o'rganing. Kamolaxon, bu podkastni yarimidan qo'yib beraman sizga. Xo'p. Endi men hozir sizga bir savollar beraman. Bu savollardan keyin o'zingiz uchun bu normmi yoki g'alatimi? Tezda javob berib o'tib ketaverasiz. Bo'ptimi bolam? Xo'p. Kelin o'g'il qaynonadan alohida yashashi. Norm oyijon. Norm. Yo'q, hozir Norm oyijon deyaptilar. Bu yaxshi bu. Qaynonadan so'rab javob berib, hurmatni ko'ryapsizlarmi? O'rgilib keting. Meni kelinim bo'lganda so'rab o'tirmasdan zo'r derdi, perfekt derdi. Ona o'g'illi kelinidan qizg'anishi. G'alati. Fikrlash bir xil ekan bular. Kelin ertalab kech turishi. Voy, juda g'alati. Hozirgi yoshlar hammasi shunaqa, lekin juda g'alati. Sizgachi? Hozirgi paytda Norm. Yaxshi. Bu sog'liqqa zarar. Uxlamayman-da. Kechqurun vaqtida uxlash kerak. Sog'lom turmush tarzi. 10-11 da uxlash kerak. To'g'ri aytibdi, chunki bular doktorlar. Gormon o'sha soat nechidan keyin uxlash kerak o'zi? 10 dan keyin. 10 dan keyin uxlasak yaxshi, miyada gormon ajraladi. 11 dan 3 gacha melatonin gormoni, ya'ni kasallanmaslik uchun, yosharib yurish uchun. Mana men 10 da hamma biladi, men 10 da uyquga yotaman, uxlashga. Shuning uchun ham yosh go'zal ekansiz-da. Chunki biz ota-onamiz shunaqa o'rgatishgan, biz shunaqa qilamiz, lekin voqli turamiz. Xo'p. Kelin tez-tez onasinikiga borib turishi. Norm. O'g'il faqat xotiniga sovg'a olsa-yu, onasiga olmasa. G'alati. Kelin ham hijolat bo'ladi-da qaynona oldida. Hijolat bo'lmaydiganlari ham bor, qoqindu. Biz bo'lib shunda sovg'ani olib shuni spaniga kirib ketadigani bor. Ammo ona yaxshi o'tiribsizmi demasdan shunda xotinning oldiga shashliklarni olib kirib ketadiganlar ham bor. Yaram yengilamaylar mayli. Kelin uy ishlarini o'zini xohishi bilan qilishi. Norm. Qaynona kelin bilan kelishmovchiligini o'g'li orqali hal qilishi.
Nurim. Nurima? G'alati bo'lsa kerak. G'alati bo'lsa kerak. G'alatiroq. Lekin biz unaqa qilmaymiz-ku. Ko'p holatlarda. O'zingizga primoy. Yo'q, o'g'limga aytsam, xotinimga primoy gapiravering deydi har safar. Men orqali gapirmen deydi, aralashmaydi, yaxshi bu shu. Lekin men o'zi Nurim deb o'ylardim. Lekin bular aytishadi, yuziga aytaveringlar bir-birimiz. Shuning uchun biz gaplashib olamiz lutchi. To'g'ri. Ochiqchasiga o'zingizlar gaplashib olasiz. Shu yaxshi-da. O'g'ilga maza ekan. Siz ham aytmang dardingizni menga, sen ham aytma dardingni menga. Bilganinglarni qilinglar deb chiqib ketaverar ekan. Juda to'g'ri yo'l, chunki erkak kishiga oson emas, tarozini bir pallada ushlash. Bu yoqda ona, bu yoqda ayoli oson emas erkak kishiga ham. Kelin ishlasa-yu, lekin uyga kam vaqt ajratsa. Bu yomon. G'alati. G'alati. Qaynona kelinini kiygan kiyimiga aralashaverishi. Yo'q, bu aralashuv emas, men ko'pincha aytaman. Chiroyliroq bunaqa kiyim oling deb maslahat beraman, lekin. Bunaqa hech qilmang ko'chaga deyman. Norm biz aralashishimiz. Norma bu. Ular ham menga aytadilar, mana bunaqa. Yaxshimi, shuni kiysam maslahat so'rayman. Endi bu narsani faqat negativ tomonidan qabul qilish kerak emas, to'g'rimi? Masalan, oyjon, mana buni kiymoqchiman, yarashibdimi? Bu rangingizni ochmabdi. Sizni mana so'zi rang emasdi, baqlajon rangda kiyining. Deylik, yoki olma rangda kiyining, mana shunaqa rang-barang kiyining yoki to'qroq rang kiyining deb maslahat berish mumkin. Bu ham menimcha norm holat bo'ldi. Masalan, men kelinimga ham aytaman-da, o'zi bug'dochadan kelgan, haligi anaqa rangda kiyib oladi, bo'g'iq rangda kiyib oladi-da, o'zi bir rangi ham, nimasi ham bo'g'iq kelinimmi? Kiyim kechagini ham bo'g'iq qilib oladi, bir ham rangini beo'xshov qilib olib, shuning uchun sari yorqinroq ranglar kiysangiz, yana ham ko'zimga chiroyliroq ko'rinasiz deyman-da. Shanga aytmoqchiman. Men o'zi to'ydan oldin faqat qora kiyinardim. Sekin-sekin mana rang-baranglashibman. Chunki oyjon rangli narsa kiying, yoshsiz deyiladi. Yorqin rang baribir go'zallik timsoli-da. Endi o'g'il bilan kelinni alohida dam olgani sayohatlarga chiqib ketishi bu qanaqa bu? Norim o'rganganmiz. Bolalarni tashab chiqib ketishdi. O, ara. Tashab ketishadi. Enaga bo'lib qolaverar ekansiz sizgachi. Norim. Hamma narsani norimlashtirib olibsizlar. Qaydin hamma narsani norim deb o'tiribdilar. Sizlarni tushunib, shuncha imkoniyat qilib beryaptilar. Men hozir o'zimdan uyalib ketyapman hozir. Demak, men kelinimni ancha qiynar ekanman. Buncha imkoniyat, buncha mehr, bu oson emas. Qaynonangiz bilan hech bir bloklaringizda birga kontentlar qilganmisiz? Yo'q, bugun qilmoqchi edim. Lekin shoshotdik. Lekin nimaga mana xayolingizga hech kelganmi? Mana taklif berib ko'rganmisiz qaynonangiz bilan qanaqadir blog? Hozir juda urf bo'lgan-ku, qaynonasi bilan birga bloglar yurg'izishlar, birga ovqatlar qilish, mana Instagramga. Hech narsani bir taklifini berganmisiz? Taklif berdim, lekin siz o'zingiz yaxshi evlayapsiz, o'zingiz qilvering dedilar. Shu intervyuga men bilan kelganlariga xursandman. Siz nimaga ignor qildingiz? Men chunki Instagram, YouTube'da professional yurg'izaman deb, vrach sifatida yurg'izaman. Lichniy hayotimni unchalik xohlamayman, hamma kuzatadi. Qizim borlar, qaynisi-singlari birga qilishadi bular, birga podkastlar qilishadi. Men lekin bular oylar bilan ham yurg'izmaydi. Biz chunki biz Instagram professionalni yurg'izamiz. Lichniy blog emas. Bularda lichniy blogda yoki qanaqa kirishi biz bilmaymiz, qanaqa kirsa bo'ladi. Demak, qisman ma'noda siz bu juda to'g'ri taktika, chunki baribir oliy ma'lumotli, yaxshi bir doktor, yaxshi bir klinika rahbari sifatida hozirgi bloglarda pachakilashib yurish ham bu narsa sizga biroz to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu narsani siz mana o'zingizni farzandlaringizga, kelinlaringizga imkoniyat yaratib berib, mana qilinglar, mana shu blogni yurg'izinglar deb bergansiz. Lekin men juda hozir chiroyli javob oldim sizdan. Juda ko'plab bloglarda kuzataman, qaynonasi bilan har xil videolar qilishadi. Qisman ma'noda qaynonasini hurmatini ham to'kib qo'yayotganlari bor, kelinini hurmatini to'kib qo'yayotganlari bor. Bu juda xunuk holat, lekin chiroyli blog yurg'izsa, men o'ylayman, haligi oilani siri o'sha oilada qoladi va o'sha oilaning hurmati yanada oshadi. Mana hozir teletomoshabinlarga sizni qaynonangiz qizuv bo'ldi-de. Mana o'zi uchun mana hozir yangilik bo'ldi. Qisman qanaqa ayol ekan? Fikrlash qanaqa ekan? Kelinini qanaqa ta'riflar ekan?
mana hozir nechidir yillik blogingiz davomida sizni obunachilaringiz, sizni hayotingizga, qaynonangizga qiziqqan obunachilaringiz hozir o'ziga yetarlicha javoblarini mana shu podkast orqali olishdi. To'g'rimi? Endi yuragingizda qanaqa gaplaringiz borki, mana keling hozir qisqa bir 2 daqiqa vaqt beraman sizga. Shu 5 yil mobaynida qaynonangizga aytmoqchi bo'lgan dil izhoringizni hozir ko'zlariga qarab aytasiz. Hammasini aytasiz. 2 daqiqa ichida ulguring. Nima kunlar ko'rdingiz? Qanaqa qiyinchiliklardan o'tdingiz? Shu yuragingizda qaynonangizga aytolmaydigan, shu tub-tubiga yashirib qo'ygan gaplaringizni shu 2 daqiqa ichida ko'zlariga qarab bir ayting. Mana hozir bu imkoniyat sizga. Eng katta bir imkoniyat. Boshqa bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Mana bo'ladi-yu, uyda ham gapira olmaysiz, telefonda ham, SMSda ham yoza olmaysiz. Keling, shu bugun hamma narsani unutib, yuragingizdagi bor yaxshi ko'rishingizni, yuragingizdagi qaynonangizga bo'lgan bor tuyg'ularingizni hozir ko'zlariga qarab ayting. Voy, uyalaman. Uyalmang, ayting. Ba'zan aytish kerak. Yengil bo'lasiz, qizim. Oyijon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bilaman, juda ham erkak kelinman, xafa bo'lib olaman, inakda. Lekin siz meni har doim pozitivligingiz bilan xafa bo'lsam ham situatsiyani to'g'ri tushuntirib, har doim to'g'ri yo'l ko'rsatgansiz. Даже Abdulazizga bilan urushib qolsa ham, keling bundoq deb menga o'zingiz maslahatingizni berib, har doim to'g'ri yo'lga boshlagansiz. Rahmat. Qanaqa opit bo'lmasa ham, mana shu 5 yil ichida o'rtamizda hammasi yaxshilikka bo'ldi. Hammasi nima deydi? Masdan umuman xafa emasman. Bir xil bo'ladi-yu, xafa bo'lib qoladi, gina qolib ketadi. Lekin o'sha payt xafa bo'lganda ham siz bilan o'tirib gaplashganingiz ham o'sha hammasi o'tib ketgan. Shuning uchun ham men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Meni erimni, Abdulazizgani shunaqa chiroyli tarbiyalaganingizga. Bag'ringizga shukur, voy, etlarim jumjugishib ketdi. Baraka toping. Endi keling, sizdan ham bir qisqacha eshitaylik. Qoqindo, keling. Sizdan ham shu keliningizga nima demoqchisiz? Yuragingizdagi bir dil izhorlaringizni ko'zlariga qarab. Ha? Bitta aytib bering, Qoqindo. Bilaman, men juda ham ambitsiyozman, katta maqsadlar qo'yaman. Endi albatta har bir ona farzandini dunyoga keltirganda eng yaxshi ayol qizni olib berishni, bolalari sog' salomat bo'lishni, mana Diyora juda ham chiroyli, bolalari o'zidan-da chiroyli. To'g'risi men aytaman, sog'lom farzandni dunyoga keltirish ham bu katta baxt. Ya'ni o'zi sog'lom, miyasi sog'lom, bolalari ham sog'lom. Rahmat deyman. Endi qanaqa desam ekan? Har doim, naverna, inson ko'p narsa kutadi, baribir nima deydi? Onalarni yuragi nozikroqmi deyman? Shunaqami? Endi yanada yaxshiroq bo'lishga harakat qilishligi kerak. Har doim nima deydi? Men o'zim aytaman, ota-onani tirikligida hurmatini joyiga qo'yib, ota-onani yaxshi ko'rib, qo'ldan kelgancha ota-onaga birinchi o'rinda qilib, biz shunaqa tarbiya ko'rganmiz. Duosini olib qilsa, keyin o'zini ham har to'g'ri ikkinchi o'ringa o'zini qo'ya olmaydi. Odam har doim psixologlar hozir aytadi, birinchi o'zingni sev deydi. Hozirgi yoshlar birinchi o'rinda o'zini sevadi, albatta. Biz mana endi o'zimizni sevyapmiz, da. Endi xohlaysan ko'proq sizga vaqt ajratishni. Endi 2ta farzandi bor, xo'jayini bor, o'zini ishi ko'p. Men ham juda ham yaxshi ko'raman Diyorani, o'zi biladi, yaxshi ko'rishimni, erkatoyligini ham biladi. Juda erkatoy. Endi mayli shu, bilmayman, bizlarning qaynonamiz shunaqa bo'lganlar. Biz hech qachon yomonlik ko'rmaganmiz, doktor bo'lganlar. Men qaynonamlar ham boshlarida ko'tar, eng yaxshi kelinim, doktor kelinim deb yurardilar. O'shaning uchun men ham ularda ekanman. Bular ham o'zlariga keyinchalik kelinlariga shunaqa qanaqa biza qanaqa bo'lganmiz, shunaqa tutsalar, eng asosiysi bilasizmi, oila qadriyatlari. To'g'ri. Agar shu narsa, chunki odam ko'chada kuni bilan yuradi-da, erkak kishi ham uyga kelganda, o'sha oila bo'lishini, oila muhiti, qadriyat u ayol kishi yasatib beradi. Men xohlayman o'g'lim bilan qo'sha qarib, ana eskicha sizdagi gaplarda yana qo'sha qarishsin. Qo'sha qarib, uvali-juvali bo'lib, nevara, evara, chevaralarni ko'rib, baxtli yashashsa.
men juda ham istardim bu kasb bilan shug'ullanishi, blog yurg'izadimi, Instagram yurg'izadimi, kinoda tushadimi yoki bir ekonomist bo'ladimi, farqi yo'q. Asosiysi birinchi o'rinda oila bo'lib, bu qo'shimcha narsa bilan shug'ullansalar juda ham zo'r. Ana. Juda fikrlashlari teran, imkoniyatlari katta. Baraka topinglar. Men qisman ma'noda havas qildim. Endi o'z-o'zida ham bo'ladi, o'tadi. Mana ko'pda kelinim ham kelib, oyijon sizni yaxshi ko'raman desa-chi, erib ketaman-da. Tez-tez etib turing bo'ptimi? Qaynanalar kutadi. Nimadandir asabiylashasiz. Shu kelinimda alamim olib qo'ymay deymiz-da biza ham. O'sha payt yugurib kelibchi, oyijon, sizni rosa yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Yaxshi ham sizga qaynanam bor. Siz meni qaynanam emas, onam siz desiz. Shunaqa charchoqlari chiqib ketar ekan. Shunaqa nafratlangan joyda-chi, mana shu tildan chiqadi shirin so'z. Shunda nafratni mehrga to'ldirib qo'yasiz. Shuning uchun ko'pda qaynanangizni quchoqlab, o'pib, yaxshi ko'rishingizni, izhorlaringizni etib turing, xo'pmi? Aytganlaridek mana e'tibor talab bo'lib qolar ekan-da, deyaptilar, bekorga etmayaptilar. Gap tegida gap bor qoqinda. Xo'p, azizlar, bugun bir ajoyib suhbat bo'ldi. Qisman ma'noda o'zimga dars oldim, havas qildim. Va sizlar ham ko'rib mana kelin olmoqchi bo'lganlar o'zingizlarga qanaqa ideal, qanaqa yaxshi qaynona bo'lishni o'rgandinglar. Kelinlar sizlar ham qaynonani qanaqa ko'nglini olish kerak. Hamma narsani mana Diyoraxondan ko'rib bildinglar. Qisman ma'noda sizlarga bir kelajakka bir fundament deydimi? Fundament bo'ladi, poyqadan bo'ladi degan bir umid bor. Vaqtinglarni ajratib mana shu go'zal ko'rsatuvimizni, podkastimizni ko'rganinglar uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham yo'q demasdan kelganinglar uchun rahmat. Ijodingizga baraka, omad tilayman. Bloglaringiz yanada zo'r bo'lsin, gullab yashnasin. Sizning ham ishlaringizga rivoj, Xudo xohlasa. Demak, azizlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana keyingi sonlarda ajoyib mehmonlar bilan podkastimizni davom ettiramiz. O'ylayman, suhbatimiz juda ham maroqli va manfaatli bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham kelganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. O'zim o'rgilib ketay, aptaginglar qursin. Rahmat hammaga.